Короче, bolalar, xullas yaqinda videolar joyladim va tagiga bir ikkita odamlar menga ham Crystal Pep'ni o'rgating, iltimos degan xabarlarni yozib chiqishdi. Xullas, bugun sizlarga men Crystal Pep'ni o'rgatmoqchiman. Xo'sh, birinchi o'tirib Rainman seriyaga kirdim, chunki Rainman'da menda ping kamroq bo'ladi, hamda bu yerda aktiv biznes bo'ladi. Xo'sh, короче, FFA eng zo'ri. Sal odam yo'q joylarga boraman. Yo'q, birinchi odamlar bilan ko'rsatay, ha. Qayda odamlar bor? Alo, qaydasanlar? Nigirlar. O, ana. Bitta odam. İyi bile. Unitarım takmazsan. Eski koyuyor. Ana odam var ekan o. Hoppa. Hey, bir yaptı endi ular. Qayda odam var? Oh, topdim. Hahaha, ulgurdim. Eski. Mana shunaqa qochoqlardan nafratlanaman. O, sağ ol. Ay. Короче, xo'sh, mana qanaqa pul qilish ko'rsatdi. Oxirida ana shu tatem tuya qoldirib o'lib qoldim. Короче, xo'sh. Darslarimizni boshlaymiz. Crystal Peppa degan o'zimdan tushunasizlar. Bu menga umuman qiziq emas. Birinchi o'rinda inventar to'g'irlash kerak. Meni inventarim shaxsan mana shunaqa turadi. Bu menimcha eng qulay inventar turi. O'zlariga qanaqa qulay turadi menga umuman qiziq emas. Xo'sh, o'zlariga qanaqa qulay bo'lsa, xuddi shunday qo'yadi. Lekin sizlarga bunaqa qilishda maslahatim beraman, chunki o'zimga qulayligi uchun aytyapman. Xo'sh, 3 ta obsidian, 4 ta kristal, 2 da ender pearl, 5 ta totem, 6 da anaqa anchor, bu nima edi? Glowstone, asda bayda menda bolta turadi. Chunki ko'chilik izlar qalqon tutib oladi. Shuni chaqa sindirib turib, Короче, men ko'rasizlar bittada 6 ga, 7 ga hamda 8 ga o'tyapman. Nimagaki meni
Klaytoramni anaqasi qani? Mana shu 1 2 3 4 5 5 6 R 7 menda chap control, ya'ni menda va 8-inchisi sichqonchadagi haligi saytda oldinga orqaga qaytadigan tugma bor ana shuda. Xo'sh, birinchi o'tirib sizlarga aytsam, ko'pchilik Krisapa buni bilmaydi, odamni oldiga kelib turib, ana shunday o'tirib oladi. Bu bola umuman to'g'ri jon oladi, lekin umuman Krisapa deganda bunaqa narsa emas, men ko'rasan. Bittadan jon olyapti, ko'rasan. Lekin ustiga chiqib turib, baq qilsanglar, ko'rasan, qanaqa jon olyapti. Bu degani siz kristalni belingiz bilan to'g'ri turish kerak. Mana shunday kamdan jon oladi. Raqibingiz esa mana shu kristal bo'lsa, uni tepasida bo'lish kerak. Ana shunday pastga bo'lsa, tushmay bo'lsa. Mana shu haqda to'g'risi. Короче, ko'pchilik mana shu anchor qo'yadi, oxirigacha bosadi. Nig'lata chaq portlash tutadi, lekin azza mana shu bitta qo'yib turib, boshqa narsa bilan bitta bosinglar ham portlaydi. Keyin ko'pchilik shuni qiladi, o'zini oldin portlaydi. Zarar katta, o'zlari portlataverasizlar. Nig'laslar qo'yib turib, oldilariga bitta bo'lib qo'yasizlar, yarim tayin jon olmaydi, umuman jon olmaydi. Yangilandi. Короче, keyin ko'pchilik tatim ishlaydi mana. Tatim ishligini mana shuni turibdim-de, olib turiblar. Agar raqiblar pro kristalchi bo'lsa, pro kristal bo'lsa, o'ldirib tashlaysizlar-da, bunday. Qo'linglarman. Tatim minus bo'ldi, qo'ylarda qilich, shunday qilib turib F-ni bosguncha u o'ldirib tashlaydi. Shuning uchun doim, tatim minus bo'ldimi? Birinchi o'rinda 5 bilan shunday qo'lingizga ikkinchi tatemni olasizlarda, keyin tatem ishlasizlar. Ana shunali raqiblar 1000 anaqa kristal portlatsa ham sizlar ungacha ulgurasizlar. Ana ikkinchi tatemni olganlarcha bu ishlaydi, keyin olib bo'lganlarning bu yo'q bo'ldi deylik, mana ikkinchi qo'ylarda tatem shart shift bilan unga qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi. Ko'ryapman, o'zim minus qo'yayda. Короче. O, kristal popa. Ko'rdinglarmi? Tatim ishlashga ulgurganimni. Biznes bo'lib qoldim. Tatem qolmadi. Endi bir 5-6 tasini o'ldirgandan keyin qanaqasiga tatem qolsin?
Yeban, to'xtab tur. Bunday qilaydi, yomon sabab qildim mana. 4 5 Bunday qilaman. Bo'l. Endi mana shunaqa qilaman. Ana tayyor. Stop, nima qildi hozir? Qilish turgan ko'rdinglarmi? G'alati turdi. Kallani bunday qilib urdi. Odatda shu chetlashni ko'rar. Ha! Короче, o'rgandinglar degan umiddaman. Yaqinda maqsad bor. Grand Prix degan serverimizga ham Crystal Pepper qo'shmoqchimiz. Alsida bitta dalboy bunga qarshi. Savol sizlarga. Grand Prixga mana shunaqa duellar rejim qo'shsak, aktiv ko'tariladimi yo'qmi? Shu savolga javob berib ketinglar kommentariyalarda. Ya shu mana shu rejamga qarshi turayotgan o'rniga mana shu javoblar tashab qo'yaman. Ey, duellar qo'ysak aktiv ko'tariladi desam, uni yo'q deyapti. Anarxiya yaxshi deyapti. Kommentariyaga yozinglar. Sizlarga anarxiya yaxshimi yo shunaqa Raidmanga o'xshagan duellar rejimi yaxshimi? Manaqa. Mana shunaqa rejimlar yaxshimi sizlarga? Kayf qilasizlar, mana shunaqa rejimlar. Bitta bola bilan tushdimi? Shunaqa rejim. Misol uchun Garchi dema, mana shunaqa rejimlar qo'ysak sizlarga yoqami yo yoqmaydimi? Shuni kommentariyaga yozinglar. Mana shu narsalar bor, FIFA bor, mana swordlar bo'yicha, OP bor, Light Anarchy bor. Yo'qaqa stollarga YouTube'larda ko'rgansizlar, bunday bloklar ustida turadi, har soniyada bloklar berib turadi, bunday tagiga blokga qo'yib turib, paqay turib o'ldirib yuboradi. Garchi shunaqa. Короче, mana shu savolimni yaxshilab o'ylanglar, oxirida javobini yozinglar ki ana shu Grand Prixga sizlarning javobinglarga qarab turib duellar rejim qo'shamiz yo qo'shmaymiz. Bo'l. Video tugadi.